Lacetti 2009-yil ishlab chiqarilgan mashinani video obzor qilib beramiz. Holati ideal chotki turibdi. Mashin 1 qo'l minilgan, olib minish kerak. Narxiga e'tibor beringlar. 5700 AQSh dollari boshlang'ich to'lov 10 million so'm pulingiz bo'lsa, nomlaringizga rasmiylashtirib beramiz shu mashinani. Hamma yog'i akvaprint qilingan, avtomat korobka. Narxi Matizning puliga desa ham bo'ladi. Bitta yaxshi Matiz minaman desangiz ham 5,5 dollar hozir narxi turibdi. Bizlar esa 5700 dollarga Lacetti mashinasini video obzor qilib beramiz. 10 million so'm pulingiz bo'lsa, 3 yil muddatgacha avtokredit qilib beramiz. Holatiga azayli baho beringlar. Mashin vobshe chotki turibdi. Tavsiya qilamiz. Arzon mashina so'raganlar uchun arzon mashinani video obzor qilib beryapmiz. Salon holati juda zo'r, tiniq turibdi. Mashin metan gazda, probeglari o'ziniki 1,5 kunlik yurgan, tonirovka ruxsatlarigacha bor. Motorlariga javob, korobkalariga javob deyishyapti. Mashinani olib faqat minish kerak. 10 million so'm pul bilan kelasizlar, bitta pasport bo'lsa, bas nomlaringizga 3 yil muddatgacha avtokredit qilib beramiz. Luki bor, avtomat korobka yana bir marta ko'rsatamiz. Qimmat chihol, qimmat polik barchasi mavjud.